Dada, hormang. Futbol ko'ryapsizmi? Assalomu alaykum. Necha sonni yaxshi ko'rasiz? Bittaman bundan saning. Ha? 5. 5 mi? Xohlagan tarafingizdan bitta sanangchi. 1 deganingizda 20 turibdi. Saning. Saning. 1, 2, 3, 4, 5. Oling mana $5. Qarang. 6 deganingizda necha turgan ekan? 100. Qani 7 deganingizda-chi? 200. Mana kattalari bor-a, ichida ko'kuralar. Endi qarang dada. Mana $5 ni oldingiz. Oling bu o'zingizga. Qarang. Mana $100 uchlarni xohlayapman. Mana bu joyda mana pul. Boya to'plab qo'yganman, bu obunachilarniki. Shartlarni osonlashtiryapman. Nimagadir yutib olishmayapti. Nima deysiz? Obunachilar nima deyar ekan? Obunachilar sizlar nima deysizlar? Shartlarni o'zgartirib, yengillashtiraylikmi? Men o'zi aslida $100 pul topishim uchun men bu o'zimning sohamda, kulolchilikda 2 kun ishlashim kerak. Juda qiyin, lekin men bu shartlar menimcha undan ko'ra oson deb o'ylayman-da. Fikrlaringni yozib qoldiringlar. Agar shart yengillashsa, bu pul ham kamayishi mumkin. Yo o'zida tursin, shartni bajaramiz desanglar, mana sizlarga shuncha pul sizlarni kutyapti. Men shu puldan umuman ishlatmayman, bilasiz-ku. Endi shartlar videoga like bosish kerak, 10 tasiga ketma-ketlikda obuna bo'lishinglar kerak Instagramga. Bitta like bosib qo'ysanglar bo'ldi istoriyaga. To'g'rimi? O'ynaylar, yutinglar. Joningiz sog' bo'lsin. $5 dan nima qilasiz endi? Otasiga hayitlikka beraman. Ana, hayitlikka sizlarga $100 dan bor.